Yurtlar ana shu bugungi xonadon Akmal akamning xonadoni mana shu oldida o'tiribmiz. Mana shu bemorligi sabablarini ancha munchasini ko'rdik yurtdoshlar. Jigar bo'yicha nima ekan? Oynalar ozroq yordam qilishlaringizni, ihson qilishlaringizni so'raymiz hamyurtlar. Ukamiz o'zi domla ancha muncha elimizga Xudoy ko'p yordam qilib beraydi. Yoshlar yetakchisi ancha muncha maktabda ham o'zining ancha muncha salohiyati bor edi ukamning. Nasib qilsa shu Allohim hammamizni ko'rib bilib turibdi. Shularga ehsonlaringizni ayamangizlar yurtdoshlar. Mana shu ukam uchun nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketadi. O'zlarining ham ancha muncha yiqqanlari bor ekan, o'zlari aytyapti. Bir 30 mingcha kerak ekan. Bundan hozir o'zlari bir 10 ming, 15 ming atrofida yig'ib qo'yibdi o'zi. Endi bizlar ham qishloq bo'lsak ham mana hozir bugun shuni bilib turibmiz, mana bozorda ozgina gap so'zlardan keyin eshitdik mana shuni. Avvallar e'tiborsizlik bo'lmaylik, nasib qilsa hammalaringiz bir o'z ehsonlaringizni ayamangizlar. Xudo shifosini bersin. Assalomu alaykum yurtdoshlar, mahalladoshlar, butun O'zbekiston ahli. Bu ukamizning nimasi Pardayib Akmaljon bo'ladi. Bu Pardayib Akmaljon bizga o'zi uncha uzoq emas, yaqinroq, uzoqroq tog'amiz bo'ladi, lekin men ham shu bugun eshityapman shu yigitni shunday ahvoldaligini. Bu charchab qolibdi, nimaga bunday ahvolga tushib qoldi deb o'ylab yuraydim. Bu og'aynilar jigar sirroz ekan. Bu kasallik hazil kasallik emas. Bu kasallikdan oldinlar, bundan 10 yil, 15 yil oldinlar jigar kasallikning, sirrozning davosi yo'q deb ko'plar o'lib ketishgan. Uning davosini bilmagan. Shu yigitning otasi ham shu jigar sirrozdan ketgan. Bundan 15 yil oldin ketganmi, 10 yil oldin ketganmi, men aniqini bilmayman. Shuning uchun yurtdoshlar, mahalladoshlar shu ukamizga bir yaxshi ehson qilib, shu ukamizni bir hayotga qaytarishda Hindistonga jo'natmoqchimiz. Shu yigitni Hindistonga borib davolanib, yaxshi kelib turib ertaga farzandlarimizni nimasini davom ettirish uchun bir nima deydi, bilim berishlarida, nimalarda yana o'zimizning hissamizni qo'shish uchun shu yigitni hayotga qaytaraylik do'stlar. O'zi bir tushkun ahvolga tushib qolgan, hozir yotibdi. Mana o'zi nimalarni ko'p joylarga borib analiz tekshiruvlar hamma narsasini qilgan ekan. Endi hozir mana pasportlarni qizil pasportga almashtiryapti. Vizasini olib turib Hindistonga ketish tayyorgarligini ko'ryapti. Iloji boricha shuni bir 10 kun, 15 kun ichida, uzog'i bilan 10 kun, 15 kun ichida Hindistonga jo'natishimiz kerak o'rtoqlar. Qo'llaringizdan kelgan kim 100 so'm deydi, kimdir $1000 deydi, kimdir yana necha pul deydi. Qo'llaringizdan kelgani, ro'zg'oringizdan ortganini 200 ming, 300 ming, 500 ming, 1 million, 1,5 million, $1000, $2000 kimning qo'lidan qancha kelsa shu yigitga yordam qilaylik do'stlar. Bu shunchadan ber, bunchadan ber degan gap yo'q. Shu yigitimiz yaqinda mana misol O'zbekiston bo'yicha shu mahallada birinchi o'rinda oldik Open byudjetdan. Shu yigitning hissasi ham bizlarga juda katta bo'ldi. Shunday. Va kompyuterga yaxshi tushunadi, kompyuterda bir tan o'tirdi, o'zining boricha hissasini qo'shdi, lekin bizlar shuni bilmaganmiz shuni. Shu yigit o'zi aytmagan, biz bilmaganmiz. O'zi bir yaxshi elning fidoyi yigiti, mana o'qituvchi, maktabimizda o'zi mana darslarni beradi, bolalarni hayotga tarbiyalaydi. Lekin o'zi hayot bilan qiynalib yotdi, hayot bilan talashib yotdi, tortishib yotdi, u yoqqa bu yoqqa. Shuni yordam qilib hayotga qaytarishga hammalaringizda hissa qo'shishlaringizni so'rayman o'rtoqlar. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, niyatiga yarasha bersin. Xudo xolasa mana shu yigitni ham hayotga qaytaramiz og'aynilar. Hech bir nima bo'lmaydi. Hech kim yeldan qo'yon qochib qutulmas deydi. Ko'pchilikmiz. Kim nima niyat qilsa, kim 100 ming, kim 500 ming, kim 1 million, kim 10 so'm, kim 20 so'm. Qo'lidan kelgan. Bir so'mdan bersa to'ydiradi, bir mishdan bersa o'ldiradi deganda. Shunday maqollar bor eskidan qolgan. Bir so'mdan bersa to'ydiradi, bir mishdan bersa o'ldiradi degan maqollarimiz ham bor. Juda to'g'ri gap shu gaplar. Shuning uchun o'rtoqlar shu yordam qilib, shu yigitni bir yaxshi hayotga qaytarishga yordamimiz tegsa, nima bo'lsa biz xursand bo'lamiz. Mana shu yigitga ham oilalari nimalar xursand bo'ladi o'rtoqlar. Shuni yordam qilishga shoshilaylik. Iloji boricha shoshilaylik.
uzog'i bilan 10 kun 15 kun ichida shu yigitni Hindistonga jo'natishimiz kerak. Bugungi sana Bugun 31 may may 2026-yil. 2026-yil. Shuning uchun o'rtoqlar yordam qilaylik. Shuni hech bee'tibor bo'lmangizlar. Rahmat sizlarga mahalladoshlar. Imkon qadar sizlarga shu videolar borib qolsa, siz ham o'zlaringizning tanish bilishlaringizga yuboringizlar. Karta raqam, telefon nomerlarini qo'yamiz.